Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi tasviriy san'at fanini o'qitish metodikasi fanidan ma'ruza mashg'ulotimizda O'zbekiston tasviriy san'atining turlari va janrlari haqida bilib olishimiz mumkin. Tasviriy san'at nima? O'zbekistondagi tasviriy san'atning turlari va uning mazmuni, tasviriy san'at janrlari haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Tasviriy san'at rang tasvir, haykaltaroshlik, grafikani birlashtirgan nafis san'at turi hisoblanadi. Voqelikni uning osongina ilg'ab olinadigan fazoviy shakllarda, ko'rgazmali obrazlarda aks ettiradi. Tasviriy san'at turlari o'z xususiyatlariga qarab real borliqni obyektiv mavjud sifatlari, hajm, rang, fazo, shuningdek predmetning moddiy shakli va nur-havo muhiti, harakat va o'zgarishlari hissini yaratadi. Tasviriy san'at faqat ko'rish mumkin bo'lgan narsalargina tasvirlab qolmaydi, balki asarlarda hodisalarning vaqtinchalik rivoji, uning u yoki bu qismi erkin hikoyanavistlik dinamik harakatlarni ham aks ettirib, dunyoni g'oyaviy o'zlashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Tasviriy san'at insonning ruhiy qiyofasini, uning o'zgalar bilan o'zaro munosabatlarini, tasviriy holatning psixologik va emotsional mazmunini ham yoritadi. Ba'zan mavjud bo'lmagan rassom tasavvurining mahsuli bo'lgan obrazlarni ham yuzaga keltiradi. Insoniyat tarixidagi turli davrlarni aks ettiradi. Tasviriy san'at obrazlarining ko'rgazmaliligi rassomlarga hayotning muayyan hodisasiga o'z munosabatini yuksak darajada ifodalashga imkon. O'zbekistonda tasviriy san'atning turlari va uning mazmuni. Tasviriy san'atni o'rganar ekanmiz, biz avvalo tasviriy san'atning maqsad vazifalari hamda tasviriy san'at va uning mohiyati, tur va janrlari haqida bilmoqimiz lozim. Tasviriy san'at eng qadimiy va keng tarqalgan san'at turlaridan biridir. Aslida san'atning turlari juda ko'p. Ular badiiy adabiyot, musiqa, tasviriy san'at, teatr, kino, xoreografiya, me'morchilik, amaliy bezak kabi boshqa san'at turlari ham mavjuddir. Odatda haqqoniy borliqni tasviriy obrazlarda, shakllarda, fazoviy kenglikda yoki tekislikda, ya'ni qog'oz yuzasida aks ettiradigan san'at tasviriy san'at deb ataladi. Tasviriy san'at tushunchasi keng ma'noga ega. 19-asrgacha me'morchilik, haykaltaroshlik va rang tasvir tasviriy san'atining turlari bo'lib hisoblangan. Asrning oxirlarida esa grafika tasviriy san'atning eng muhim va hozirjavob turlaridan biriga aylandi. So'nggi 20 yil ichida san'atning dizayn kabi turi ham o'z o'rnini topdi. Tasviriy san'atning hamma turlari bir-biriga juda yaqin va ularning bir qator o'xshashliklari bor. Lekin har birining o'ziga xos tasvirlash uslublari va texnikasi mavjud. Bundan tashqari ularning har biri ishlatilish o'rni, tasvirlaydigan mavzusi, ishlanish uslubiga qarab bir qator turlarga va janrlarga bo'linadi. Tasviriy san'at turlariga rang tasvir, haykaltaroshlik, grafika kiradi. Rang tasvirining o'zi 4 turga bo'linadi. Bular monumental, dastgohli, dekorativ va mo'jaz rang tasvir. Grafika. Grafika yunoncha grafo so'zidan olingan bo'lib, yozaman, chizaman degan ma'noda. Grafikaga oddiy qora qalam tushda chizilgan surat
mavzuni kompozitsiyalar, kitobning ichki va tashqi tomoniga ishlangan turli rasmlar, illyustratsiyalar, plakatlar, hajviy, sharj, etiketka, marka, ekslibris va boshqalar kiradi. Grafika san'ati asosan chiziq, shakl va oq-qora ranglar orqali tasvirlanadi. San'atning ayrim turlarida bo'yoqlardan ham foydalaniladi. Lekin asar mazmunini ochib berishda asosiy vazifani o'tamaydi. Faqat kishilarni jalb qilishi yoki chaqiriq vazifasini bajarishi mumkin. Shuning uchun ham bu sohada 2-3 xildan ortiq bo'yoq deyarli ishlatilmaydi. Haykaltaroshlik turi ham 4 turga bo'linadi: yumaloq, relyefi, byust va mayda plastika haykaltaroshligi. Tasviriy san'atning janrlariga keladigan bo'lsak, bularga natyurmort, fransuzcha jonsiz tabiat degan ma'noni beradi. Odamlar hayotida ishlatiladigan, ko'pincha turmushda zarur bo'lgan turli buyumlar, mehnat qurollari, sabzavotlar, mevalar, gullar, parranda va mayda hayvonlar tasvirlanadi. Ya'ni natyurmort san'atida insonning maishiy hayoti aks ettiriladi. Portret janri rang tasvir janrlari ichida eng qadimiylardan bo'lib, kishilarning tashqi va ichki kechinmalarini tasvir orqali ochib beradi. Manzara janri go'zal ona tabiatning turli ko'rinishlarini san'atda mahorat bilan aks ettiriladi. Tarixiy janrga keladigan bo'lsak, uzoq o'tmishda bo'lib o'tgan voqea hodisalar, tarixiy shaxslar, xalqlarning turmush madaniyati tasvirlanadi. Maishiy janrda esa tasviriy san'atda kishilarning kundalik maishiy hayotini, turli voqealarni o'zida mujassamlashtiradi. Animalistik janr o'zgacha tasviriy san'at turi hisoblanadi. U lotincha anima, hayot olami degan ma'noni bildiradi. Animalistik rassom hayvonot dunyosiga zo'r qiziqish, sevgi va mahorat bilan yondashadi. Batal janriga keladigan bo'lsak, batal fransuzcha so'z bo'lib, jang, urush ma'nosini bildiradi. U jang manzaralarini o'zida aks ettiradi. Bu janrda jang va harbiy yurishlar manzarasini asosiy o'rinni egallashini ko'rishimiz mumkin. Yana bir janrlarimizdan biri bu marina janri. Marina janrida dengiz ko'rinishi aks ettiriladi. Shu bilan mavzumiz tamom. E'tiboringiz uchun rahmat.